Siz zaten bu şirkette işlemsiz işlememsiz. Şirketin inovatını mı koymadınız? Sözünüzge sert görünmeyin. Testin bu yatını yuqal. Voy, aka kepsan go. Men seni kemme degandim bu jinim aka. Asta o'ltira. Tamoq yedingmi yemedingmi? Men sen tamoqqa chiqib beray-ya, tuptug'in. Sen eng amroqliq meni keldim. Asli kelmasang bo'ladi aka. Boshliqdan tilanglaymanmi endi? Aka tamoqni o'zing yegish tug'in azroq shimbatni qivitib bilan chiqay. Birdan chiqib bo'lman. Avaylab ya. Aka töküp yetibsan o ekleme yegizib qo'yay. Bo'ldi, yegilib bo'lmaydi ekan. Men sen boshqa tamoqqa chiqib beray. Boshliq. Qaranga Qadriyaning qilib yurgan ishini. Cho'loq akisini boshlab kelib, tamoqlarni to'kib xaridorni qochirib etdi. Bu uning uyimi yoki shirkatmi? Qadriyani chaqiring, tezdan ishxonaga kirsin. Ma'qul boshliq. Qadriya, sizni boshliq chaqiradi. Ma'qul, hozir kiray. Aka o'ltirib turg'in hamsa, men kirib chiqay. Kiring. Boshliq chaqiribdi ekansiz. Ishni yapib o'ting. Qadriya, bu sizning zoti nima qilganingiz? Bu uymi yoki shirkatmi? Sizning cho'ng'ingiz ko'rib qoldingizmi? Bu degan shirkat bilib qo'ying. Sizning ishlaydigan yeringiz. Bu yerga kirgan xaridorlar Cho'loq akangizning tamoq yeyotganligiga qarab saskinib chiqib ketibdi. Mushunda qilsangiz bo'ladi. Nimachi o'zingizni bilmaysiz deyman. Cho'loq akangizni boshlab ketib shirkatning inovatini mi qo'ymadingiz? Siz zaten bu shirkatda ishlamsiz ishlamabsiz. Ko'zimga sat ko'rin. Aka. Atrof